Chevrolet Tahoe. Hammaga assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Qadrdonlar, dizel motorlari sotuvga yetib keldi. Har doimgidek bilasizlar, Uskasar jamoasi yengillikdan, qilishdan to'xtamaydi. Albatta har bitta avtomobilimizni sizlar bilan yonma-yon o'zimizni jaydar variantli videolar qilishga o'rganganmiz. Birinchi bo'lib Chevrolet Tahoe'ni ko'rganimda birinchi bo'lib katta motorliklarni O'zbekistonga chiqargan edik. Alhamdulillah, Allohning izmi bilan 2.7 turboliklarni ham birinchi bo'lib chiqardik. Endi mana sotuvimizga xudo xolisa Chevrolet Tahoe dizellari yetib keldi. Hop, kelinglar qadrdonlar, motor haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketamiz. Bu 3 litrli turbo dizel Duramax motor bo'ladi. Ot kuchi 305 ot kuchiga ega. Buni Newton metri 671 Newton metr bo'ladi. Endi qizuvligicha mashigodega boru 100 kilometrga rasxod qilayotgan dizel, ya'ni internet tarmoqlari orqali olingan ma'lumotga qaraganda 8,5 litrdan 11 litrgacha beryapti. 11 litrgacha menimcha bunaqa dizelligan mashinaning o'zi bo'lmasa kerak. Ham Duramax motor qarang, 3 motorli. Shundoq godasiga 11 litr deylik mayli. Jazor deb mazaq boradi deb buni olgan odam. Bilasizlar, eng ishonchli motorli dizel motor bo'ladi qadrdonlar. 20 diska, 25 ballon turishini qarang. Ballon ham qancha katta bo'lsa, shuncha yumshoq yuradi. Mashina godani qarang. Ko'rinishi uncha boshqacha. Mana o'zi shunaqa joylarda olish kerak. Jeeplar haqiqatan Jeep pikaplarning joyida. Mana shunday qumli joylar. Oldi ko'rinishlar, ledlarni qarang, turishini. 360 gradus kamera, radar past qismida. Qadrdonlar, Alloh hammangizga yetkazsin. Kim niyat qilgan bo'lsa bitta ko'rsatib keting. Xo'p, Bose akustikada bu poni elektropaket, ruldan abagreiflargacha bor, abduf, abagref, беспроводной zaryadga joy, keyin avtotarmojeniyalari ham bor, 360 gradus kamera, rulli ham multi rul, rulli ham lyuksli, komfort, sport hammasi mujassam, tepa tomlari panorama oyna. Keling orqa o'rindiqlarni ham ko'rsatib ketaylik. Xo'p, kapitanskiy sidenalida bu 6 o'rindiqli 1 plusi bo'ladi, ya'ni sho'pirniki bilan 7 o'rindiqli hisoblanadi. Bitta ko'rsatib ketay, orqada ham Type-C ga joylar tashab ketilgan. Keyin qadrdonlar, bu kapitanskiy sidenalarimizda abagreflargacha bor. Chevrolet Tahoe Duramax dizel motor. Farkopi joylarini qarang, tayyor tur farkoplarni. Poni elektropaket qadrdonlar, bu LT komplektatsiyasi bo'ladi. Yana qaytarganimdek kanatga butun mana shu sidenalarimiz knopka orqali tushiriladi, knopka orqali ko'tariladi. Buni bagaj hajmi agar sidenalarni tushirsa 450 litr, 500 litr atrofida.